Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Demak, bizning bugungi manzilimiz Parkent tumani markazida joylashgan mahallalardan bittasi, ya'ni Beshkappa mahallasida bo'lyapti. Manzilni tushuntiradigan bo'lsam, shu ko'chadan 150 metr pastga tushadigan bo'lsak, tumanimiz markazidagi jome masjidimiz Beshkappa jome masjidi joylashtirilgan. Shu yerdan shunday chiqib keladigan bo'lsak, sizlarga aytayotgan umumiy maydoni 2,7 sotin tashkil qiluvchi xonadonimizga bugun video obzorini o'tkazamiz. Mahallaning zo'r tomoni bu yoqda. Har kuni 5 mahal azon ovozi shunday yangrab turadi. Juda ham yaqinda joylashgan. Demak, bu tarafda hovuzi bor ekan mahallani, suv doim bo'lib turadigan joyi. Ichimlik suvi hafta davomida 2 marta, 3 marta berilar ekan mahallaga. Gaz, svet, hamma narsa tushirilgan. Eski mahallalardan Fayzli xonadonimizni bugun sizlarga ko'rsatamiz. Aytib o'tganimdek, umumiy maydoni 2,7 sotin tashkil qiladi va bu yoqdagi xonalar soni 7 ta bo'lyapti adashmasam. Mana 48-xona. 48-uy. Bismillah. Kirishimiz bilan xuddi shunaqa darvoza xonasini ko'rishimiz mumkin. Bu yoqga bemalol bitta mashinani olib kirib qo'ysa bo'ladi. Demak, xonadonimizda gir aylanasiga solingan, o'rtada zeleniy zonamizda joylashtirilgan. Xonadon to'liq ta'mirdan chiqarilgan, bemalol kelib yashash shart-sharoitlari mavjud. Demak, kirishimiz bilan o'ng qo'limizda ikkita xonamiz mavjud. Bu yo'ni hozir yotoqxona sifatida foydalanishyapti. Manzaraga alohida e'tibor bersanglar, ertalabda tog' havosi shunday kelib turadigan joy. Demak, birinchi xonamiz yotoqxona sifatida foydalanilayotgan eskicha qurilgan uyimiz. Hamma soatlar hamma uylarda bo'lardi oldin. Endi esa ikkinchi xonamizni ko'rib chiqamiz. Bu yoq ham yotoqxona sifatida hozirda foydalanib kelyapti. Endi yo'lak bo'ylab pastga tushadigan bo'lsak, chap qo'limizda birinchi xonaga kiramiz. Xonalar ta'mirdan chiqarilgan. Mehmonlar uchun mo'ljallangan bitta mehmonxonamiz. Bemalol oilaviy o'tirib dam olish zona sifatida foydalansak ham bo'ladi. Kimdir keladigan bo'lsa ham eshitishimiz qulay, oson bo'ladi. Bu yoq ikkinchi xonamiz. Bu yoqdan hozir foydalanish mumkin ekan. Xonadon egalari qurilish mahsulotlarini sotganligi uchun bu yoqda shunaqa narsalar turibdi. Demak, ro'paradagi xonamiz bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona qilsak ham bo'ladi yoki-da o'zingizlarga mo'ljallab bitta dam olish zonasi qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Ta'mirlariga e'tibor bersalar, xonadon bus butun holatda turibdi. Narxlarni ham hozir aytib o'tamiz. Qiziquvchilar bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqish uchun nomerlarni ham qoldiramiz. Agar kelajakda kelin tushirish reja qilayotgan bo'lsanglar, bu yoq xonalari ayni muddao bo'ladi. Bu yoqda bitta ayvon, ikkita xona sifatida foydalansa ham bo'ladi. Bu yoqda mebellari turibdi. Agar narxlari to'g'ri kelib kelishiladigan bo'lsa, keyin olib chiqib ketamiz deyishyapti mebellarni. Bu esa ichkarida yotoqxonamiz. Yosh oila uchun chiroyli shart-sharoit qilsa bo'ladi. Tokchalari bilan birgalikda mana remontdan chiqarib qo'yilgan. Bitta oila uchun kerak bo'ladigan barcha shart-sharoitlari mavjud bo'lgan ushbu xonadonimiz. Demak, Burchayda akamiz bu yoqda hammom joylashtirilgan ekan. Bu yoqda hammomimiz. Bitta kafeldan chiqarib oladigan bo'lsak, zo'r bo'ladi. Agar chorvachilikka qiziqadiganlar bo'lsa, bu orqa tarafda qo'yxona hamda burchakda hojatxonamiz joylashtirilgan. Pastki qavatlarimizda ikkita xonamiz, bittasi omborxona, bittasi oshxona hisoblanmoqda. Oshxonani bitta ko'rib chiqamiz.
Demak, bu yerda ham gaz plitalarimiz, mebel texnikalarimiz joylashtirilgan. Umumiy hisobda aytadigan bo'lsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yashash uchun mo'ljallangan tayyor xonalari bor. Past tarafda oshxona, omborxona, hammomlari ular alohida. Demakki, umumiy 2,7 sotun maydoniga qurilgan ushbu fayzli xonadonimiz uchun hozirda so'ralayotgan summa 59 ming tashkil qilyapti. Aloqaga chiqish uchun nomerlarini qoldiramiz. Bemalol naqd pul bilan kelib kelishtirib olishingiz mumkin. Lokatsiyasini Telegram kanalimizdan olasizlar. Bizdan yanada ko'proqni kutib qoling. Uy bor parkent kanali maxsus sizlar uchun. Rahmat.